Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Bugun xalq deputatlari Bo'ston tuman kengashining sessiyasida 25 nafar deputatdan 17 nafar ishtirok etmoqda. Kvorumimiz yetarli. Xalq deputatlari Bo'ston tuman kengashining 28-sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan takliflar tushyapti. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraflar yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, bugungi sessiyada tuman hokimining birinchi o'rinbosari, bo'lim rahbarlari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etmoqdalar. Hurmatli deputatlar, avvalo biz sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Sessiya kotibligiga nomzod etib 13-Tog'iston saylov okrugi deputati Sadirov Jamshid Ergashovich nomzodni taklif etaman. Boshqa takliflar bormi? Agar boshqa takliflar bo'lmasa, ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraflar yo'q. Rahmat. Deputat Sadirov sessiya kotibi etib saylandi. Hurmatli deputatlar, bugungi sessiyamiz video konferensiya aloqa shaklida o'tkazilayotganligi, masofaviy shaklda bo'layotgani bilan reglamentga asosan sanoq komissiyasini saylab olishimiz kerak. Sanoq komissiya a'zoligiga 21-Sijjak saylov okrugi deputati Ahmedov Fathulla Rahmatullayevich, 5-Dumaloq okrugi deputati Qulbayev Absolov Alimbetovich, 19-Xo'jakent saylov okrugi deputati Shokir Elyor Ixlosovichlar nomzodini taklif etaman. Boshqa takliflar bormi? Agar boshqa takliflar bo'lmasa, sanoq komissiyasiga bo'yicha nomzodlarni ovoz berib tasdiq berishingizni so'rayman. Rozilar? Rozilar? Qarshilar? Betaraflar yo'q. Sanoq komissiyasini ham saylab oldik. Endi bugungi sessiyamizni kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibiga quyidagi masalalar kiritilmoqda. Birinchi, Bo'ston tumani mahalliy byudjetining 2026-yil 1-yanvar holatiga shakllangan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan rejalashtirilayotgan xarajatlar to'g'risida. Ikkinchi, Bo'ston tumani mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan rejalashtirayotgan xarajatlar to'g'risida va uchinchi, Bo'ston tumani mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish jamg'armasining 2025-yil yakuni bilan daromadlari va xarajatlari ijrosi to'g'risida. Taklif etilayotgan kun tartibi yuzasidan boshqa takliflar bormi? Kun tartibiga boshqa takliflar bo'lmasa, kun tartibini tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibimiz tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, endi sessiyani reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Quyidagi reglament taklif etilmoqda. Mavzu uchun 10 daqiqagacha, so'zga chiqishlar va munosabat bildirishlarga 5 daqiqagacha, savol-javoblarga 5 daqiqacha vaqt beriladi. Boshqa takliflar bormi? Agar boshqa takliflar bo'lmasa, ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraflar yo'q. Reglamentimizdan birozdan tasdiqlandi. Endi sessiyamizning kun tartibi masalalarini muhokamasiga o'tamiz. Kun tartibiga birinchi masala Bo'ston tumani mahalliy byudjetining 2026-yil 1-yanvar holatiga shakllangan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan rejalashtirilgan xarajatlar to'g'risida tuman hokimining birinchi o'rinbosari Abduyusupov Xayrjon Abduvaliyevichga so'z beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais hamda hurmatli deputatlar. Kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha Bo'ston tumani mahalliy byudjetini 2026-yil 1-yanvar holatida shakllangan erkin qoldiq mablag'larning taqsimlanmagan qismi hisobidan rejalashtirilgan xarajatlar haqida takliflar bo'yicha Bo'ston tumani mahalliy byudjeti 2026-yil 1-yanvar holatiga 10,889 million so'm miqdorida erkin qoldiq mablag'lari shakllangan hamda 2026-yil 11-fevraldagi tuman hokimligining bildirgisiga asosan 8,766 millioni birinchi masala bo'yicha. Ana birinchi masala bordi-ku. Birinchini o'rganamiz. 8,766 million.
8 milliard o'sha Birinchi masala. Ikkinchi keyin bergan, ikki bo'lgan. birinchi masalamiz shu 8 milliard 766 million qismi doimiy komissiyaga ko'rilib va sizlarga havola qilinadi. Bunda 8 milliard 766 million so'm mablag' hisobiga budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash maqsadida fuqarolar tashabbusli jamg'armasiga erkin qoldiqning 30% mablag'ini yo'naltirish uchun 3 milliard 267 million so'm mablag' yo'naltirish. Bunga asos shu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ 5072 sonli qarori birinchi bandi hamda Moliya vazirligining 2021 yil 16 apreldagi ko'rsatma xatiga asosan hamda Bo'stonliq tumani 4 og'ir mahallalar Boymirzayev, Sarikanli, Bog'chovul va Bog'iston mahallalarini kompleks rivojlantirish uchun tuman shu hokimlik har bir mahallaga 1 milliard so'm mablag'dan ajratilishi shu belgilangan. Bunga asos O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5 fevraldagi PQ 49 sonli qarorida ko'rsatib o'tilgan. Uchinchisi, tuman hokimligining 10 nafar texnik xodimlari hamda oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i va tuman iqtisodiyot va moliya bo'limining 14 nafar xodimlarni moddiy, ma'naviy qo'llab-quvvatlash maqsadida rag'batlantirish. Bunga O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi rahbari raisligida kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan yig'ilish bayoni hamda administratsiya rahbarining 2019 yil 24 yanvardagi ko'rsatma xati Toshkent viloyati hokimligining 2025 yil 13 sentyabrdagi murojaatlari asos sifatida ko'rsatildi. Toshkent viloyati hokimligi nomli kitobni xarid qilish uchun bu doimiy komissiyada ko'rib chiqildi. Tuman hokimligining 2026 yil 10 fevraldagi bildirgisi asosida hamda 35 million so'm tumanda axborot kutubxonasini binosini joriy ta'mirlash va moddiy texnik bazasini mustahkamlash uchun 250 million so'm hududni rivojlantirishga qaratilgan biznes rejalarini ishlab chiqish uchun 300 million so'm. Bu ham hurmatli prezidentimizning 49 sonli qarorlarida ko'rsatilgan ijrosini ta'minlash maqsadida. Bundan tashqari yangi joriy etilayotgan tuman hokimligining raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt texnologiyalar rivojlantirish bo'yicha maslahatsiz zarur shart-sharoitlar yaratish va moddiy texnika zarur jihoz va uskunalarni xarid qilish uchun 150 million so'm. Fuqaro Xolmatovga majburiy pragulkunlarning ish haqini to'lab berish uchun 64 million so'm. Bunga asos fuqarolik ishlari bo'yicha Chirchiq tumanlararo sudining 27-martdagi hal qiluv qarori hamda tumandagi 5 ta mahallani kirish qismlariga stellalar o'rnatish uchun 350 million so'm mablag'larni yo'naltirish belgilangan. Bu jami 8 milliard 766 million so'm mablag' ko'rsatildi. Hurmatli deputatlar, agar ma'qullasanglar ushbu mablag'larni yo'naltirishga tasdiqlab berishinglarni so'rab qolardik. Rahmat. Shu yerda mana bu taqsimotingiz 7-bandida yangi joriy etilayotgan tuman hokimining raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt bo'yicha maslahatchisiga ajratilayotgan 150 million pulni buni bir o'zgartirish kiritishimiz kerak. Shu yerda xalq deputatlari Bo'stonliq tuman kengashiga ham mablag' ajratilishga shuni qaror ko'rsatib o'tishimiz kerak. Chunki ichida bu narsa ham bor. Bor, uning ichida ham bor. Shuni alohida 50 million hokimni maslahatchisiga bo'lsa 100 million kengashi bunaqasiga kengash tashkil etilayotgan xarajatlarga xonani jihozlashiga belgilab qo'yishimiz kerak. To'g'rimi? To'g'ri. O'shani ko'rsatib o'tishimiz kerak. Boshqa kimda qanaqa savollar bor? Marhamat. Sudiyadagilar savollar bormi? Yo'q. Agar savollar bo'lmasa, bu masala doimiy komissiyamizda atroflicha muhokama qilingan.
muhokama qilinib, o'zini fikrlarini bildirishgan bugungi kungacha. Hozir men qaror loyihasi yuzasidan doimiy komissiya xulosasini tinglash uchun so'zni Majidov Sunnatilla Rashid o'g'liga beraman. Sunnat, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar. Agar qolgan deputatlarimizda qo'shimcha yoki takliflar bo'lmaydigan bo'lsa, bu masalalar bo'yicha shu doimiy komissiya xulosasini eshitiraman, aytib beraman. Shunga hech kimga taklif agar bunaqasi bo'lmasa, men tayyorman aytishga xulosani. Marhamat. O'zbekiston Respublikasining mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonuni 24-moddasiga muvofiq hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2024-yil 29-noyabrdagi KQ-5-5 qarorida belgilangan tartibga asosan 2026-yil 13-fevral kuni tuman hokimining birinchi o'rinbosari H. Abduyusupovning Bo'stonliq tumani mahalliy byudjetining 2026-yil 1-yanvar holatiga shakllangan erkin qoldiq mablag'larining taqsimlanmagan qismi hisobidan rejalashtirilayotgan xarajatlar to'g'risidagi hisoboti mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya yig'ilishida tinglandi. Tuman hokimligi tomonidan taqdim etilgan bildirgi hamda unga ilova qilingan xulosalar va barcha asoslantiruvchi hujjatlar doimiy komissiya a'zolari tomonidan batafsil muhokama qilindi. Doimiy komissiya tomonidan tuman mahalliy byudjetining 2026-yil 1-yanvar holatiga shakllangan erkin qoldiq mablag'larini tumandagi kechiktirib bo'lmaydigan tadbirlarga yo'naltirish bo'yicha tegishli qaror qabul qilindi. Tinglangan hisobot asosida kengash qarori loyihasi tayyorlanib, kengash kotibiyatiga taqdim etildi. Kengash qaror loyihasi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 29-yanvardagi KQ-5-5 son, 2025-yil 28-yanvardagi KQ-54-5 son, KQ-55-5 son qarorlari va qonunchilik texnikasi talablari asosida ishlab chiqilgan. Doimiy komissiya a'zolari ishlab chiqilgan qaror loyihasini tasdiqlab berish maqsadiga muvofiq deb hisoblaydi. Rahmat sizlar. Hurmatli deputatlar, qaror loyihasi hammalarga tashlab kameralarni qo'yinglar, marhamat. Endi o'sha komissiya tomonidan ishlab chiqilgan qaror loyihasi hammaga tashlab berilgan, hammalar ko'rgansizlar. O'sha ishlab chiqilgan qaror loyihasini ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar?